Siz yuqoridagi 6 ta maslahatga amal qilib, kechasi uxlab ham kuniga yarim kilodan vazn tashlashingiz mumkin. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, men Tursunov Ilaskandarich, endokrinolog shifokoriman. Ish faoliyatim natijasida 10 mingdan ortiq ortiqcha vesi bo'lgan bemorlarga yordam berib kelmoqdaman. Bugun sizlarga qanday qilib to'g'ri ozish sirlarini, mana ko'pchilik bemorlarimizdan murojaat kelib tushadi. Men ukol olaman, gormonlarim yaxshi, kam ovqat yeyman, lekin oz olmayman. Buning sababi nima degan savollarga bugun sizga shuni batafsil tushuntirib beraman. Birinchisi bu siz kofein saqlovchi mahsulotlar va ichimliklarni mutlaqo ratsioningizdan chiqarib tashlashingiz kerak. Ya'ni bu kechasiga to'g'ri keladi, yotishingizdan oldin. Siz kunda birinchi yarmida kofein saqlovchi mahsulotlarni ichishingiz mumkin. Buni lekin hech qachon kechqurunga mo'ljallamasligingiz kerak. Misol uchun kofe bo'lishi mumkin, даже ko'k choy bo'lishi mumkin. Bular tarkibida kofein moddasi bo'lib, bular sizda qoningizdagi insulinarniy gormonlar, ya'ni gormonlar buzilishiga olib keladi. Kortizol bo'lishi mumkin, glukagon bo'lishi mumkin, somatotrop gormonlari bo'lishi mumkin. Bu gormonlar stress gormonlari hisoblanadi, ya'ni organizmni birorta bir stressga tayyorlash, infeksiyadan qayta kurashish, organizmni umumiy olganda hujumga tayyorlaydigan gormonlardan biri hisoblanadi. Kofein moddasi saqlovchi deylik, mana kofe bo'lishi mumkin, choy bo'lishi mumkin. Kechasi ichganingizda kofein bu gormonlarni yana qaytadan stimuliga olib keladi va sizda ortiqcha ves ketishi juda qiyinlashadi. Ikkinchi maslahat bu kechki ovqatlanishingiz. Ya'ni bu kechki ovqatingiz uxlashingizdan oldin kamida 3 soat oldin bo'lishi kerak. Agar siz uxlashingizdan oldin deylik yarim soat, 1 soat oldin juda qisqa bo'ladigan bo'lsa, ovqatlaringiz hali o'zlashtirilmasdan, metabolizmga uchramasdan turib, ular tayyor ko'rinishda yog'larga o'tishi ko'payadi. Ya'ni siz agar o'zingizga maqsad qo'yib ozmoqchi bo'lsangiz, har kuni kechki ovqatingiz bu qo'shimcha ovqatlarim shuni ichiga kiradi. Bu 3 soat oldin bo'lishi kerak, uyqungizdan oldin. Uchinchi maslahat bu gadjetlar, ya'ni telefonlarni, kompyuterlarni, televizorlarni kechasi ko'rmaslik. Chunki hozir tadqiqotlarda shuni ko'rsatyaptiki, ya'ni telefonlardagi reelslar, Instagram bo'ladimi, Facebook bo'ladimi, bu videolar sizda kechasi kortizol gormonini yana qayta sinteziga, stimuliga olib keladi. Kortizol bo'lsa bu yog'larni juda yaxshi ko'radigan gormonlardan biri hisoblanadi. Sizda kechasi bilan bu kortizol yana yog'larni sintezini ko'paytiradigan gormonlardan biri hisoblanadi. Va yana sizda o'sha video ko'rganingizda kichik albatta va har xil video bu stressga olib keladi. Bu stress fonida ham insulin degan gormon bor. Bu insulin ishtahangizni oshiradi va albatta siz video ko'rganingizda, televizor ko'rganingizda nimadir yegingiz keladi. Mana shu hissini albatta kortizol va insulin va boshqa gormonlar ham sababchi bo'ladi. Qabulimga shunaqa bemorlar kelishadi, ya'ni kechasi bilan telefon o'ynaydigan, kechasi bilan ishlaydigan, misol uchun onlayn ishlaydigan bemorlar kelishadi. Bular asosan hechni ko'p narsa yemaydi. Kaloriyasini hisoblab ko'rsak, juda ham ko'p kaloriya iste'mol qilmaydi, lekin o'sha kaloriyasi ham o'sha gormonal buzilish, kortizol, insulin gormoni hisobiga, mana shu gadjetlarni ko'p ishlatish hisobiga yog'lar sintezi ularda ko'p bo'ladi. To'rtinchisi, kechki ratsioningizda oqsillarga boy bo'lgan taomlarni ko'paytirish kerak. Ya'ni shunaqa bemorlar kelishadi, kechki faqat shirinlik yeb qo'yishadi yoki ichimliklar ichib qo'yishadi, ovqatlarga e'tibor berishmaydi. O'zi asli to'g'ri ovqatlanish tartibida kechki ko'proq oqsillar saqlovchi tuxum bo'lishi mumkin, dukkakli mahsulotlar bo'lishi mumkin. Asosiy o'sha narsa tashkil qilsa, sizda yog'lar sintezi kamayadi. Shunaqa bemorlar kelishadi, kechasi kichkinagina o'sha bo'lak shirinlik yeyman yoki ozgina non yeyman, shu bilan bo'ldi, kechki ovqatim tugaydi deydi. Lekin aslida kechki uxlash oldidan tez o'zlashtiriladigan uglevodlarni iste'mol qilish, ya'ni shirinliklar, bu eng katta xatodan biri hisoblanadi. Chunki bular katta energiya beradi va bergan energiya siz uxlagan vaqtingizda hech narsaga sarflanmaydi va bu yog'larda zapas bo'lib sizda o'sha to'planish kuzatiladi. 5-maslahat bu kechki kefir ichishga odatlanish. Chunki kefir tarkibida antioksidant xususiyati yuqori bo'lganligi uchun bu yog'larni sintezini pasaytiradigan va sizni ichkilishingizni yaxshilaydigan, to'yish hissini yaxshi beradigan, ya'ni kechasi ham siz turganingizda nimadir yeyish hissingizni kamaytirib beradigan mahsulotlardan biri bu kefir hisoblanadi va kefir buni tarkibida oqsil moddalari o'sha ko'p bo'lib, mana 4-maslahatda aytdik, oqsil kechga ko'paytirish kerak. Va bunda o'sha kefir ichsangiz, sizda energiyaga bo'lgan ehtiyojingizni mana shu kefir tarkibidagi mahsulotlar to'liq qoplab
olib beradi va siz buni har kun ichishga odatlansangiz, albatta organizmingiz soat kabi ishlashni boshlaydi. Va eng oxirgisi 6-maslahat bu kechasi meva yeyishga odatlanmasligingiz kerak. Bizlarda shunaqa noto'g'ri tushuncha bor, ya'ni kechasi meva yesam organizmim yaxshi ishlaydi, kam kaloriya iste'mol qilaman va ozishimga yaxshi yordam beradi. Lekin mevalarning tarkibida uglevodlar juda ham ko'p bo'lib, ko'pchiligini tarkibida bular tez yog'ga aylanadigan va energiyasi yuqori bo'lgan mahsulotlar hisoblanadi. Siz agar meva iste'mol qilaman desangiz va ozmoqchi bo'lsangiz, mevalarni kunda birinchi yarmida yoki tushlik mahalga mo'ljallashingiz kerak. Kechki mevalar bu sizda to'yish hissini bermaydi va mevalar bilasiz, bu tez o'zlashtirib, tez qondan chiqib ketadigan narsalar hisoblanadi va sizda yana o'sha ishtahangiz ochilib, nimadir yegingiz keladi. Siz yuqoridagi 6 ta maslahatga amal qilib, hech qanaqa sport bilan shug'ullanmasdan turib, organizmni o'zini sog'lom ozdirishingiz mumkin. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosish va sahifamizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Agar sizni ozish bo'yicha qanaqadir qiziqarli savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Men sizga o'zim shaxsan javob qoldiraman.